Assalomu alaykum. Bizni kuzatib turgan Tabobat olami YouTube kanali a'zolari, bugun sizlar bilan sochrat haqida qisqacha ma'lumotga ega bo'lamiz, xudo xolasa. Bu ma'lumotlarimiz foydali bo'lsa, albatta bu videoga like bosib, obuna bo'lishni unutmang. Bizni yo'qotib qo'ymaslik uchun qo'ng'iroqchani tugmasini bosib qo'ying. Sochratqi xalq tabobatida sizlarga o'zim o'qigan narsani shunchaki aytib berish emas. Buni mana kitobdan aytib beraman. Xalq tabobatida va Ibn Sino qanday foydalangan va qaysi kasalliklarda foydalanganlarini sizlar bilan birga o'rganamiz. Sochratqi xalq tabobatida keng qo'llanib kelinayotgan dorivor o'simliklardan biridir. Quritilgan ildiz dizenteriya kasalligini va yallig'lanish jarayonida davolashda ildizdan tayyorlangan qaynatma esa ishtaha ochuvchi va ovqat hazm qilishni yaxshilash uchun ishlatiladi. Ya'ni sochratqining ildizidan shu sviji holatida olib, shuni maydalab shu kasalliklarda aytilgan yallig'lanish, dizenteriyada shular bog'lansa shifo bo'ladi inshaalloh, xudo xolasa. Sochratqining yer ustki qismidan tayyorlangan qaynatmada oftob urgan bolalarni cho'miltiriladi. Ya'ni yer ustki qismida tayyorlangan damlamada oftob urgan bolalarni cho'miltirilsa maqsadga muvofiq bo'lar ekan, xudo xolasa. Endi sochratqiga qo'shimcha giyohlarni aytib o'taman. Sochratqa hamda moychechak gullari aralashmasidan tayyorlangan qaynatma jigar, taloq, buyrak, me'da kasalliklarini davolashda qo'llaniladi. Ya'ni mana hozir mana xudo xolasa 15 kun 20 kunlardan keyin boring, yana 1 oy deylik. Xudo xolasa 1 oydan keyin shu sochratqa, moychechak giyohlarimiz unib chiqadi. Shulardan olib tayyorlab inshaalloh xudo xolasa damlab ichilsa, jigar, taloq, buyrak va me'da kasalliklarda inshaalloh xudo xolasa yaxshi davo bo'ladi. Mevasi esa isitma ko'tarilganda haroratni pasaytiriladi. Sochratqa kulini ba'zan ko'z tikkan guli bilan qaymoqqa qovurib go'sht, suvchechak, turli yaralar va boshqa teri kasalliklariga surtiladi. Shetini yana boshqatdan o'qiyman. Sochratqa kulini ba'zan ko'z tikkan guli bilan qaymoqda qovurib go'sht, suvchechak, turli yaralar va boshqa teri kasalliklarda surtiladi. Sochratqa ildizidan qaynatma tayyorlash uchun og'zi yopiq idishdan foydalaniladi. Xo'p, sochratqa gulidan damlama markaziy asab sistemasini tinchlantiruvchi va yurak faoliyatini
yaxshilovchi, yer ustki qismidan tayyorlangan damlama siydik haydovchi, qaynatma esa ich ketishini va qon oqishini to'xtatuvchi ta'sirga ega ekanligini tajribada aniqlandi. Bular avvalo Xudo, inshaalloh Xudo xolasa Abu Ali ibn Sino sashratqa o'simligini ko'ngil ozganda, isitma, ko'z yallig'langanda va ich ketish kasalliklarida davolashda ishlatgan. O'simlik sut shirasi bilan ko'zga tushgan oqni davolagan. Qurtilmagan ildizini yanchib, ilon, chayon va ari chaqqan yerga hamda podarga kasalligida og'iz og'rigan bo'g'imlarga bog'lashni buyurgan.